Assalomu alaykum, mana hurmatli obunachilarim. Ramazon oyini sog' salomat boshlab oldinglarmi? Allohim Ramazon oyining ibodatlarida chiroylik, sabr va kuch-quvvat bilan siylasin. Ramazon oyida qilgan duolarimiz ijobatini tez orada ko'rish bilan sevintirsin. Ramazon oyi yaxshiliklari barchamizga hamroh bo'lsin. Bugungi o'tadigan darsimizda sizlar bilan kitoblar uchun g'ilof to'qishni o'rganamiz. Men bu g'ilofni arab tili muallimim uchun, ularni Qur'oni Karim kitoblari uchun to'qidim. Mana shunaqa yopib qo'yuvchi tasmasi bor kitobimiz mustahkam bo'lib turishi uchun va mana shunaqa o'qiyotgan joyimizni belgilash uchun belgili tasmasini guli bilan chiroyli qilib to'qidim. Bu to'qigan g'ilofim muallimimga yoqadi degan umiddaman va bu to'qigan g'ilofimga men video darslik oldim va sizlar bilan shu video darslikni bo'lishmoqchiman. Bemalol shu video darslik orqali ko'rib, o'rganib, kitoblar uchun g'ilof to'qib va yaqinlaringizga ham to'qib berib, hadya qilishingiz mumkin. Shu kitobga g'ilofni to'qiymiz. Buning uchun buni o'lchovlarini olib olishimiz kerak bo'ladi. Eni tarafi bu kitobni mana 14,5 ekan. 14,5 santimetr. Bo'yi 20,5 santimetr ekan. Yon tarafini ham o'lchovi kerak bo'ladi bizga. Yon tarafi 3 santimetr ekan. Bu kitobga g'ilofni men yashil rangdan to'qmoqchiman. Buning uchun birinchi zanjir olib olishimiz kerak. Zanjirni sanaymiz. Eni tarafiga moslab zanjir to'qib olinadi. Zanjir olishni 3 xil usulda birinchi darsimizda sizlar bilan o'rgangan edik. Bemalol videoni ko'rib, buni yodingizga tushirib olishingiz mumkin. Agar zanjir olishni bilmaydiganlar ham bemalol shu videoyimni ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Mana kitobga moslab, agar kattaroq bo'lib ketgan bo'lsa, zanjirimiz ko'payib ketgan bo'lsa, olib tashladi. Mana bitta zanjir ko'payib qolibdi. Buni to'g'rilab olinadi. Mana zanjirni oldik, kitobni eniga moslab. Endi bu kitobni men g'ilofini ilmoqsiz ustuncha chokida to'qmoqchiman. Ilmoqsiz ustuncha chokini ham sizlar bilan 3-darsimizda o'rgangan edik. Bemalol 3-darsimizga kirib, ilmoqsiz ustuncha chokini o'rganib olishingiz mumkin. Bu chok ham juda oson choklardan biri. Men bu chokni tanlashimdan maqsadim kitob muqovasi, g'ilofi zich to'qilishini xohladim. Shuning uchun shu chokdan foydalandim. Zanjir tugaguncha to'qib boriladi. Mana endi bitta zanjir olib, keyingi qatorga o'tiladi. Keyingi qatorni ham xuddi shunaqa ilmoqsiz ustuncha chokida to'qiymiz. Mana ikkinchi qatorni ham to'qib oldik. Endi kitobni eni 14,5 santimetr edi. Yon tarafi 3 santimetr edi. Ikkita 14,5 ya'ni orqa va oldi taraflarini qo'shganda 29 santimetr bo'ldi. Yon tarafini 3 santimetr ham qo'shsak 32 santimetr bo'ldi. Shu to'qiyotgan ishimizni 32 santimetr bo'lgunicha ilmoqsiz ustuncha chokida to'qib chiqiladi. Mana 32 santimetrni to'qib oldim. Endi kitobimizni o'lchab ko'ramiz. Mana endi g'ilofimizni kitobga kirgizib qo'yadigan joyini to'qib olamiz. Buning uchun hamma o'z xohlagancha to'qishi mumkin. Men 5 santimetrdan to'qmoqchiman. 5 santimetr qo'shimcha to'qmoqchiman. Shunda bu tarafiga 5 santimetr, bu tarafiga 5 santimetr to'qiganda 10 santimetr yana to'qiyotgan ishimizni to'qib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunda jami 42 santimetr to'qishimiz kerak ekan. Santimetr to'qiguncha yana xuddi boyadagi to'qiyotganimiz singari ilmoqsiz ustuncha chokida to'qiymiz. 10 santimetr to'qiladi. Mana yana 10 santimetr to'qib oldik. Endi ipimizni shu yerda uzib olaman. Kitobni
mana ichiga qo'yib ko'rdik. Mana shuncha 4 santimetr, 5 santimetr ortiqchasi bor. Endi shuni shu taraflarini birlashtirib to'qib olinadi. Buning uchun mana shu tarafini, ikki tarafini buklab to'qib olinadi. Buklangan joyidan ipimizni ilib olamiz. Burchagidan. Mana oldik. Endi shu yerga bo'ylab olinadi. Shu joyini endi bir-biriga birlashtirib to'qib chiqamiz. Oxirigacha. Mana shu kitobni shu qirrali joyiga bitta halqachaga 2 marta kirib, bitta joyga 2 marta to'qiladi. Shunda kitob solib chiqarilayotganda shu joyi qattiq bo'lib mahkam bo'lib turadi. Cho'zilib ketmasligi uchun 2 marta to'qib yubordim shu joyini. Endi shu qator oxirigacha ilmoqsiz istinchi chokida to'qib chiqamiz. Mana yana shu buklangan joygacha to'qib kelib oldik. Bu yog'iga ham buklovni boshiga birinchi halqachasiga 2 marta ilmoqsiz istinchi to'qiladi. Mahkam bo'lishi uchun. Keyin qolgan tarafini ham to'qib, oxirigacha to'qib qo'yiladi. Mana to'qib oxirida bitta zanjir ilib kesamiz. Ortiq qolgan ipini ichiga kirgizib olinadi. Bitta tarafi bitta. Endi xuddi shu tariqa bu yoq tarafini ham oxirigacha to'qib qo'yiladi. Endi kitobimizga kiydirib ko'riladi. Mana g'ilofimiz tayyor bo'ldi. Endi g'ilofimizni bezatish uchun to'qilgan gullardan foydalanaman. Buning uchun men ramashka gulini to'qib olmoqchiman. Buning uchun doira shaklida to'qib olishimiz kerak. Doira shaklida to'qishni men video darslik qilib tayyorlaganman. Bemalol videolarim orasidan ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Mana shu halqachani ichiga 8 ta zanjir to'qib olinadi. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Mana. Endi ipimizni tortib oldik. Birinchi zanjir bilan birlashtirib olinadi. Mana shu shaklda bo'ldi. Endi ikkinchi qator boshlashimizdan oldin birinchi joyini belgilab olishimiz uchun mana ipdan foydalanaman. Endi ikkinchi qatorda bitta ko'paytiruvchi va bitta ilmoqsiz istinchi chokini to'qib, qatorni tugallaymiz. Tugaguncha to'qiymiz. Sizlar bilan ko'paytiruvchi chokni 4-darsimizda ko'rib o'tgan edik. Bemalol o'sha tayyorlagan video darsligimdan ko'rib ko'paytiruvchi chokni ham o'rganib olishingiz mumkin. Mana bitta ko'paytiruvchi chok, bitta oddiy ilmoqsiz istinchi chokini to'qib, bu qatorni ham tugallab olinadi. Mana belgilangan joygacha yetib keldik. Birinchi qatorimiz tugadi. Endi ikkinchi qatorda ham xuddi shunaqa bitta ko'paytiruvchi chok va bitta oddiy ilmoqsiz istinchi chokida qatorimiz tugaguncha to'qib olamiz.
Mana qatorimiz oxirigacha yetib kelib oldik. Endi belga ipimizni tortib olib tashlaymiz. Xuddi shunaqa shakldan yana bitta to'qib olamiz. Men mana to'qib tayyorlab qo'yganman. Endi shu shakllarni bir-biriga birlashtirib to'qib olinadi. Mana ipi boshlangan tarafi mana bu tarafi bilan bu tarafini farqi bor. Bu tarafini orqaga qilib, mana bu o'ng tarafi, bu orqa taraf. Orqa tarafini orqa tarafiga qilib birlashtirib olib, to'qib olamiz. Mana zanjiri tegi bilan ikkita ipini ham ilib olmasdan orqa tarafdagi mana shu kirib, ichkari tarafdan, keyin bu yoqdagi ham shu xuddi shunaqa ichkari tarafidan mana ichkari o'rta tarafdan kirib, bir-biriga birlashtirib to'qib chiqiladi. Mana ozgina joy qolganda shu yerga ozgina sintifon solinadi. Bu gulimizni o'rta qismi sal ishbiroz chiroyli bo'lib turishi uchun ozgina sintifon soldim. Endi uni to'qishda davom etiladi. Mana endi oxirigacha yetib kelib oldik. Bu uzib olinadi. Mana bunaqa chiqib qolgan iplarni ichiga kirgizib tashlaymiz. Mana ramashka gulimiz o'rta qismi ham tayyor bo'ldi. Endi yaproqlarini to'qib chiqiladi. Yaproqlarni oq ipdan to'qib olamiz. Mana boylab oldim birinchi zanjirchaga. Endi 6 ta zanjir olinadi. 1 2 3 4 5 6. 6 ta zanjir oldim. Endi yarim ilmoqli ustuncha chokida to'qib chiqiladi. Bu yarim ilmoqli ustuncha chokni ham biz video darslik qilib tayyorlaganmiz. Bemalol ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Ikkinchi ilib, ikkinchi ilmoqchaga kirib to'qishda davom etiladi. 1 2 3 4 5. To'qib oldim 5 ta. Bitta zanjir qoldirib, keyingi zanjiridan kirib birlashtirib olinadi. Birlashtirdim. Endi yana 6 ta zanjir olaman. 1 2 3 4 5 6. Buni ham xuddi shunaqa yarim ustuncha chokida to'qib chiqaman. Tortib yeguncha shu tariqa ko'rinishda to'qib chiqiladi. Mana qatorimizni ham tugatib oldik. Birlashtirib oldim. Mana. Endi keyingi shu tarafga qayrab orqa tarafiga ham xuddi shunaqa mana orqa tarafidagi gulni o'rtasida bitta qoldirib ketgan chokim zanjirimizni belgilab olib shu zanjirga kirib olinadi. Mana gulni tagida bitta qoldirib ketgan zanjirimizga kirib bitta to'qib olamiz va yana bu tarafga ham 6 ta zanjir olib 1 2 3 4 5 6 qator tugagunicha xuddi shunaqa to'qib chiqiladi yaproqchalar. Orqa tarafiga o'girib oldim gulni, chunki ikki tarafiga gul barglari egilib turishi uchun orqa tarafiga o'girib oldim. Mana bu yerdan zanjir oldim, bitta zanjir qoldirib, yana bu o'rtada bitta tashab ketgan zanjirimizni ilib, mana olib, bu zanjir ichidan birlashtirib olinadi. Endi yana 6 ta zanjir olib, 2 3 4 5 6 to'qib, qator oxiriga yetguncha to'qib chiqiladi.
Mana oxirgi yaprog'ini ham to'qib oldim. Endi buni ham oxirgi joyiga birlashtirib qo'yaman. Mana ipni mana bu birinchi gulimiz ham tayyor bo'ldi. Bu ikki taraflamali gul bo'ldi. Mana ikki taraflamali chiqdi. Buni keyin tushuntirib beraman nimaga bunaqa to'qiganimni. Bu g'ilofimiz uchun menga ikkita gul kerak bo'ladi bezatish uchun. Shuning uchun yana mana shunaqa ramashka tayyorlab oldim. Birinchi yaprog'igacha xuddi bu ramashkani qanaqa to'qigan bo'lsak, xuddi shunaqa to'qib olamiz. Birinchi yaproqlar tugagandan keyin ikkinchi yaprog'ini to'qish uchun qatorni orqa tarafini o'girib olib to'qib ketdik boyaganda. Bunda orqa tarafini o'girmasdan, shundoq oldi tarafidan har bir yaproq o'rtasiga tashlab ketgan zanjirimiz bilan tugallangan joyini birlashtirib olinadi. Mana birlashtirib oldim orqa tarafiga o'girmasdan. Endi yana 6 ta zanjir to'qib olib 2, 3, 4, 5, 6. Xuddi shunaqa boyagi yarim ilmoqli yarim ustuncha chokida to'qib chiqaman. Mana to'qib oldim. Endi keyingi yaprog'ini o'rtasida qoldirgan zanjirimizga birlashtirib qo'yaman. Yana 6 ta zanjir olib 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qator tugagunicha shu tariqa to'qib chiqaman. Mana keyingi qatorni ham oxiriga yetib keldik. Oxirgi zanjir bilan birlashtirib qo'yib shu bilan uzib mana o'tib qolgan ipini orqa tarafidan puchuq yordamida ichiga kiritib mana bu ramashkamiz yaproqlari xuddi oddiy ramashka guliga o'xshab bir tarafga egiladi. Bu ramashkamizni esa yaproqlari ikki tarafga qilib to'qidim. Chunki buni kitobni o'qiyotganimizda qayerga kelganimizni belgilab ketish uchun belgi qilib qo'ymoqchiman. Mana shu joyiga puchugimizni tiqib ipni tortib olib mana bo'ylab olamiz. Bo'ylab endi zanjir keraklicha zanjir olinadi. 1, 2, 3, 4, 5. Sanash shart emas. O'zi buni bu birinchi gulimizni belgi sifatida ishlatar ekanmiz. Mana shunday bir tarafga qarab turmaydi guli. Ikki tarafda ham chiroyli bo'lib turadi. Agar buni belgi qilib ilib qo'yganimizda orqa tarafi bunaqa turganda bunaqa holatda bo'lib qolardi. Shuning uchun men ikki taraflama ramashka qilib qo'ydim buni. Kitobga o'chib olamiz. Mana hali yana ikkitacha zanjir olishimiz kerak ekan. Mana zanjirimiz keraklicha to'qib oldik zanjirni. Endi kitobimizni tepa qismidan shu joyiga birlashtirib qo'yiladi. Mana endi kitob ochib o'qilgan joyini belgilab shundoq kitobni yopib qo'ysak mana shu joydan yana kitobni. Endi keyingi bezagimiz uchun shu yashil rang yordamida 7 ta zanjir olib 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta zanjir olib ilmoqsiz ustuncha chokida to'qib chiqamiz. Mana zanjir oxirigacha to'qib oldik. Endi yana orqa tarafiga ham shu zanjir olib to'qib chiqiladi. Shu tariqa 12 to'qayotgan ishimiz 12 santimetr bo'lgunicha to'qib olinadi. Mana keraklicha to'qib oldim. Buni men shu joyiga yopqich sifatida ishlatmoqchi edim. Mana to'qib oldim. Endi birlashtirgan joyimni belgilab olaman. Mana shu yerga tikishim kerak ekan. Belgi qilib oldim. Bu yoq tarafini ham belgilab olgandan keyin bu tarafiga ipini uzmay turib, bu tarafiga mana shunaqa bir-biriga birlashtiruvchi yopqichlardan foydalanaman. Shuning uchun shu tarafiga
shu yopqichni tikib olaman. Mana tikib oldik, ipimizni uzib olib. Tikib oldim. Endi ikki tarafiga ikkinchi to'qigan gulimni mana bir tarafga qaratib, yaproqlarni bir tarafga qaratib to'qigan gulimni shu joyga tikib olaman. Mana shu joyga tikib olaman. Mana ikki tarafiga to'qib oldim. Mana buni nimaga orqa tarafga qo'yotganim g'ilofni yopilish joyini, chunki bu Qur'oni Karim kitobi uchun tayinlanyapti. Mana chunki Qur'oni Karim kitobi 10 tarafga qarab ochiladi. Shuning uchun ham yopilish joyini men 10 tarafga qildim. Mana belgilangan joyga kuchugimiz yordamida kirib, ipni tortib olinadi. Keyingi nuqtaga kirib to'qib birlashtirib qo'yiladi. Endi mahkamlovchi ilmoqchani ham joyini belgilab olib tikib qo'yiladi kitobni bu tarafiga. Mana shu joyi qatga tegsa o'sha yerini belgilab oldim mana. Endi ikkinchi qismini shu tariqa tikib qo'yaman. Mana tikib oldik. Ipini ham kerak emas, ortiqcha ipini tashlab oldik. Endi kitobni joyiga to'g'rilab kirgizib qo'yamiz. Mana kitobimiz uchun g'ilofim tayyor bo'ldi. Mana bu ipi o'qigan joyimizni belgilash uchun ishlatiladi. Kitobni o'qiganimizdan keyin yopib, mana bu bunday qilib bekitib qo'yishimiz mumkin, ochilib ketmaydi. Bunga o'rgatmoqchi bo'lgan darsim shundan iborat edi. Sizlarga tushunarli va foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariy orqali fikrlaringizni bildirib ketinglar hamda yaqinlaringizga bu videomizni ulashib qo'yinglar. Keyingi darslarimizda bundan ham qiziqarli va foydali narsalarni to'qishni o'rgataman. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.